To'g'ri yo'ldan qaytma bolajon. Hayotxon Qurbonovaning Qalb kaliti kitobidan. Sobirjon 5 yoshga kirayotgan bo'lsa-da, aqli katta kishilarniki deysiz. O'ylab ish qiladi. Bular bo'lmas gaplarni aytmaydi. Bu ham bo'lsa, oiladagi keksalarning xizmatida. Qarindosh urug', mahalla-ko'y bolakayni mitti donishmand deb chaqirishadi. Ramazon oyi kirdi. Kattalar ro'za tutish uchun tadorik ko'rdilar. Yong'oq mayizdan, meva-chevalardan tortib yaxshigina xarajat qildilar. Sobirjon Ramazon, ro'za degan so'zlarni eshitib hayron bo'ldi. Bobosining yoniga kirib, "Bobojon, ro'za nima? Uni qanday tutasizlar? Tutmasa qochib ketadimi?" deya bolalarcha savolga tutdi. Bobo kichik donishmandning qiziquvchanligidan zavqlanib, uni bag'riga bosdi. Tizzasiga olib, boshini silagan kuyi so'z boshladi. "Bolajonim, ro'za Allohning biz odamlarga bergan topshirig'i. Har yili 30 kun ro'za tutishimiz kerak. Maktabda o'qituvchi vazifa berganday, Alloh bizga ro'za tutishni vazifa qildi. Pokiza bo'lishimiz, namozni to'la o'qishimiz, kun chiqmasdan kun botguncha och yurishimiz shart. Ro'za odamlarni sabrli qiladi, ochlikni yengishga, och, muhtoj odamlar ahvolini his etishga o'rgatadi. Bu oyda urush janjallar to'xtaydi, g'iybat, yolg'on bo'lmaydi. Odamlardan bir-biriga mehr, saxovat ko'rsatishi, qo'pollik qilib birovni xafa qilmasligi, topgan narsasini o'rtoqlari bilan bo'lishishi kerak. Aks holda ro'zasi ketib qoladi." Mana mitti donishmandim. Kim Allohni xursand qilay desa, ro'zani a'loga bajaradi. Tanasinigina emas, yurakni ham pok tutadi. "Uqdingmi?" deya bobo so'zini tugatdi. Sobirjon bobosini diqqat bilan eshitgach, uzoq o'ylanib qoldi. Bobo nabirasining odatini bilgani uchun xalal bermay zimdan kuzatib o'tirdi. Kichik donishmand chuqur xo'rsinib, boboning tizzasidan tushdi-da, kattalardek to'shakka chordana qurib so'zladi. "Bobojon, men ham ro'za tutaman." "Hali yoshing yetmaydi bolajonim." "Yoshim yetmasa ham kuchim yetar. Bir urinib ko'ray, jon bobo, ertaga sahar meni uyg'otinglar-a." Bobo xursand bo'lib ketdi. Uyg'otishga va'da berib, nabirasini duo qildi. Saharlik dasturxoni tuzalgach, boshiga oq to'ppichani qo'ndirgan Sobirjon ham qatordan joy oldi. Jimgina tamaddi qilindi. Azon ovozi eshitilgach, barcha duoga qo'l ochib, kechgacha